Jonim meni, kichkintoyim meni, qancha yillar kutdim bolam seni. Orzum sen eding, mo'jiza kabi kelding. Bolajonim, qalbim meni, erkatoyim meni. Sen kelding-ku, olamim o'zgardi. Sen hayotimsan, mening buyuk baxtimsan. O'g'lim meni, Xudoyim, sendan men so'rayman. Oilamni saqla, yolboraman. Bir inson qanchalik sevaman, ularsiz men yasholmayman. Asalim mani, shakarim mani, toychog'im mani, Xudoyim bergan. Asalim mani, shakarim mani, toychog'im mani, Xudoyim bergan. Men bilardim, aniq men bilardim, seni kulging to'ldiradi qalbim. Juda sevaman, har balodan asrayman seni jonim. Orzularim, mening orzularim, butun hayot ularni saqladim. Endi ushaldim, qancha og'ir bo'lmadi baxtim meni. Xudoyim, sendan men so'rayman. Oilamni saqla, yolboraman. Bir inson qanchalik sevaman, ularsiz men yasholmayman. Asalim mani, shakarim mani, toychog'im mani, Xudoyim bergan. 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 Kovaktan beri koymayın. Yağmur falan. Parmağı şimdi yıkırmışlar böyle. Oldu. Kömek et öyle tanıyoruz. Bilesine hemen şey mi? Yama kömek ettiniz mi? Yetişe koymak yeter. Oldu. Ben Allah Teala hemen netke. Sağ olun, rahmet. Allah'dan kaçın hizmetleriniz. Aşırı olsun. Orada sen de Eyya. Ay mi o? Çakırıza karşılama. Sen arabağın bakteriyaka köpünakan oluyor. Kaptay ötüp ketip yemedim ayağına.
Komşusu pazarlar bakayım. Komşusu var. Bakar dever, baktığım yaşımızın olsun, bu toylarda da yedirgey. Bu toylarda mutlu olsun. Allah. Bu iyilik olur. Olur. Yerli olay, güzellik olay. Sen koyduğuna Yoshlar bor yaxshiyamki ko'ngil xotirjam. Qutlug' kunda qutlug' kalomlar bo'lsin. Bizni yomon ko'rib yurganlarga ham rahmoniy ilohiy salomlar bo'lsin. Ne'matlari bisyor Rabbim qo'lida, rahmat malaklari o'ng yo'l so'lida. Assalomu alaykum Xudo yo'lida. Sizga chin yurakdan salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum har bir qutlug' kunni ezguliklar, yaxshiliklar bilan kutib yashaydigan ahli yaxshilar. Omonat dunyoda omon bor bo'ling. Omadu baxtga hamma vaqt har doim yor bo'ling. Dunyolar turguncha turing. Doimo mana shunday yaxshi kunlarda, mana shunday to'kin dasturxonli to'ylarda birga bo'ling. Bugun barchamiz albatta o'zimizning turli xil tashvishlarimizni bir zo'mgina orqaga surib mana shu muhtasham baxt koshonasiga Farhod akamiz, Gavhar opamizning nabirasi, salomatlik hayotlarining davomchisi Elyorbekning 6 ta bahorni qarshi olgan tavallud kuniga hamda papka to'yiga to'ylar muborak degan mana shu koshonaga didor ko'rishmoqda ekanmiz. Albatta kechamizni bismillosini mana shunda Safarboy akamiz boshlab bersalar hamda mana shu bitta shahzodamizni qutlab, tabriklab o'tsalar. Qani Safarboy aka, marhamat. Assalomu alaykum to'yxona. Bugun Farhod jo'ramiz Qo'rdoshi Gavharlarning ahliqlarining haqqa to'ylarida o'tiribmiz. Muborak bo'lsin.
Kelin toylarına da yetirsin şu yigit Xudoyim bir atlı, avraylı, perişteli olup yetişevsin. Toylarımız açık, hemen sevinç oturun, toylar on olsun. Yine bir yerde. Farhod, tebrikliyimiz, Gavhar, tebrikliyimiz. Köp yaşasın aktırın. Rahmet. Safarbeykka salomat bo'ling. Mana shu qalbingiz bilan chiqqan yaxshi niyat nafaqat mana shu Elyorbekka hamda bugun mana shu koshanaga Allohdan umid qilib mana shunday kunga yetish niyatida qadam qo'ygan mana shu mehmonjonlarning hammasiga hamroh bo'lsin. Azizlar, avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. Har kimga mana shunday betakror to'ylardan, bazmlardan yaratgan egam hech bir bandasini ayirmasin hamda mana shu xonadon egalarining yuragi halol qo'llari bilan yozgan mana shu oldingizda turgan oppoq dasturxon ustidagi noz va ne'matlarga barchangizni ochiq ishtaha tilagan holda taklif qilamiz. Chirqirib dunyoga kelganda go'dak, orzu istaklardan berganda darak, ijingda aytilar to'ylar muborak, serfarzand mehnatkash inson zotimiz farzandga baxshida bu hayotimizni jami topgan iloydan uyqular 5-6 yil yig'ib bir kun to'y qilar, nabiram bo'lsa deb yaxshi o'y qilar, serfarzand mehnatkash inson zotimizni farzandga baxshida mana shu hayotimizni. Albatta azizlar, bugun mana shu koshanaga hammamiz o'zimizning eng yaxshi niyatlarimizni, sovg'a salomlarimizni to'yona qilib to'ylar muborak qadam qo'ygan ekanmiz. Avvalambor hammangizning oilangizga tinchlik, totuvlik, dasturxonlaringizga qutib baraka, ko'ngillaringizga esa hamisha har doim xotirjamlik tilaymiz. Albatta bugun sizlarning gul ko'ngillaringizga xushbahoriy kayfiyat ulashish uchun xizmatingizda albatta mana shu yerda DJ yigitimiz bor, Arturbek xushbahoriy kayfiyat ulashadi. Albatta mana shu Elyorbekning unutilmas onlarini to'g'ridan to'g'ri Temur kafe ishkarlariga katta tashakkur aytamiz. Endi navbatni esa kuy qo'shiqqa beramiz. Marhamat.
Bütün toylara yedirgen. Vakti var. Malı provayı. Bazı adamlar mallarını çıkarıyor. Tutturasam ya, tutturamaz ya gene korkma. Uçurtma mı yaşlar da? Aman diyen yanına olmasam olur. Aslında kliyetten göre kesi tuşa koyar kaçar. Bir kez aklı kiyelim. Yavrum bu kadar oldu. Şu etti o. Ya değersen bu yüzden kendiler. Yok değer oldu. Ben ne olmaz artık. Onu bizim yaptık. Rahmat salomat bo'ling. Mana shunday bazmlarni, to'y bazmlarini qizdiradigan mana shu yigitga katta rahmat aytamiz. Endi sizlar bugun mana shu qo'shinaga qadam qo'ygan paytimizda hammamizning yaxshi niyatlarimiz avvalambor o'zlarimizga hamroh bo'lsin. Bugun mana shu to'yxonaga to'ylar muborak. Mana shu Elyorbekning baxti kamolini Allohdan so'rab, jamujon bo'lgan niyati yaxshi insonlarning yaxshi niyat orzu istaklarini eshitamiz. Albatta, eng avval mana shu davramizga nabiralik baxtiga quvonib Allohga shukrona aytib o'tirgan Farhod akamizni, Javhar opamizni taklif qilamiz. Qani mana shu Elyorbekning otasi hamda enasi to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu Elyorbekning diplom to'ylarida hamda kelin olish to'ylarida bosh qosh bo'lish mana shu insonlarga nasib qilsin. Taklif qilamiz. Qani Farhod akamiz bormi? Hamda Javhar opamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Murodlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim mana shu nabirangizdan hamma yana shovliq sevish nasib qilsin. Rahmat salomat bo'ling. Qani Javhar opa, Javhar opa siz kelasiz. Albatta bugun mana shu nabirangizga shunday bir duo qilingki, mana shu nabirangizning baxtiga g'am sayyor solmasin. Hayot yo'lidagi to'siqlarni sizlarning duolaringiz olib tashlab, mana shu nabirangiz sog' salomat voyaga yetib, yaxshi kunlarda har doim duoda turishligi nasib qilsin. Rahmat, salomat. Shuni ahvol uzoq umr qilgan, baxtli bo'lsin. Birlik balo bo'lsin ularimiz. Kelganimiz yaxshi bo'lsin. Shu umri uzoq bo'lsin ahvol. Rahmat. Şu yerlerden uzak yaş devletlerinden Ayşe Soyer'den evimizde. Uzak yaş bir Javhar opa bugun qiz uzatayotganimiz yo'q. Ilohim mana shu ko'zingizdagi quvonch yoshi bo'lsin. Elyorbekning hayot yo'lidagi hamma to'siqlarni mana shu enasining ko'z yoshlari yuvib tashlasin. Endigidan buyog'iga ko'zingizdan yosh oqsa bu faqatgina quvonch yoshi bo'lsin. Mana shu onaxon qarsak arziydimi?
Qaysi kelganlarning ota-onasi ming yil umr ko'rsin, to'ylar muborak bo'lsin. Endi mana shu onaxonlarimizning yaxshi niyatlarini, duolarini olamiz. Qani marhamat. Hurmatli to'y qatnashchilari, mana bugun Farhat bolam bilan Gavhar qizimni nabirasiga Elyorni to'ylarini o'tiribmiz. Unga uzoq umr, baxt, davlat. Faqat to'ydan so'ng ko'proq to'ylarda, kelin to'ylarida o'tirmoq nasib etgan. Shu to'ylarni hammamiz qatnashmoqda. Rahmat salomat bo'ling. Mana shu juda ham baxtli inson bor ekan, ha? Qizining mana shu nabirasiga baxt tilashicha to'yxonaga vaqt topib qadam qo'ygan. Qani onaxon mana shu yerga keling. Kimdir savol berdi, aytgin Muhammad. Yolg'iz sen rasulsan butun olamga. Kimga ko'p yaxshilik qilay o'zing ayt. Ota-onamgami yoxud bolamga? Rasul javob berdi, tingla birodar. So'zimni 3 bora quloqqa ilgin. Imkon topa olsang dunyoda agar eng avvalo onangga yaxshilik qilgana. Bu hikmat sharhini o'yladim uzoq. Chindan ham ota erur qibla-yu olam. Garchi barchamiz padarmiz, biroq onadan tug'ilgandir payg'ambarlar ham. Albatta sizning chog'lig'ingiz bo'ladi, mana shu Elyorbek. Chog'liq ko'rishni istaganlar bo'lsa, mana shu kunga yetishni istaganlar bo'lsa, mana shu onaxonamizda bir qazaklab roqsha qo'yamiz. Qarsay kelganlarning hammasini chog'liq to'ylarga yetirsin. Onaxon bir duo qiling, chiroyli qilib. Farhat yo'lanan Gavhar qizim, Aqtoqning to'ylari o'ng'ay, keyin to'ylarida da suytib o'tirg'ay. Yoshlari uzun bo'lg'ay Xudoyim. Bundan ham yaxshi bo'lib o'tirg'aymiz Xudoyim to'ylarni. Uzoq yosh tegmay keyin davlat chog'lig'imi. Rahmat salomat bo'ling. Mana shu chog'lig'ingizning to'yida ham bosh qosh bo'lishingizga nasib qilsin. Qani shu opalarimiz keling, menga shu yaqinroq kelamiz. Farhat, Aqtoqning paq to'yi to'lgan kunlar qutlu bo'lg'ay, umri uzoq bo'lg'ay. Xudoyim mehrli, shafoatli, baxtli, davlatli, bilimli, ilmli yigit bo'lg'ay. Kelajakda elga, yurtga, hammamizga bir foydasi yetadigan, hamma havas etadigan yigit bo'lg'ay Xudoyim. Shu yigitdan nima arzu istaklarim bo'lsa, shuni ko'rib Xudoyim aqcholiq suylaysan, salomat sog' yurgay Xudoyim, baxtli, davlatli bo'lg'ay. Kelajagi parlaq yigitlardan bo'lg'ay Xudoyim. Rahmat salomat bo'ling. Ilohim mana shu ezgu niyatlaringizning hammasi ijobat bo'lib, yaxshi kunlarda mana shu opalarimiz bilan didorlashib o'tirishni nasib qilsin. Naqadar azizdir insonga farzand. Giyohida shod bo'lib kuyging keladi. Qalbingga qilib payvand ko'tarib fazoga uchging keladi. Ne armon farzanding voyaga yetsa, davri mard bo'lib dunyoga ketsa, har kim o'z topganini elga to'y qilsa, bor mulk dunyoning sochki keladi. Albatta bugun mana shu xonadonning eng unutilmas kunida yonida bo'layotgan ammajonlari, xolalari bo'lsa hammasini taklif qilamiz. Mana shu Elyorbekning baxti kamolini yolg'iz Allohdan tilab mana shu koshiraga to'y bahona didor g'animat deya qadam qo'ygan qani salomatning amma xolalari, chechalari, ayopa singillari hammasini qilamiz. Elyorbekka baxt tilash uchun to'yxonaga qadam qo'ygan yaqin qarindosh urug'lari hammasini qilamiz. Qani to'ylar muborak bo'lsin. Amajonlar, xolajonlar mana shu yerga kelamiz. Keling mana shu yerga. Amma, xola, chechalar, ayopalar hammasi kelsin. Yosh o'zimda saqlagan bilan qutlov saqlab qo'yaverim. Qutlov kelajakda baxtli yigit bo'ladi. Kelaram chiqsin, hammasi kelsin. Bizde ayda Aqtoqning to'y bo'lsin Xudoyim. Hamisha yaxshi kunlaringiz o'ttiramiz. Kechak muhammada bo'lsin, haftolar, yosh o'zing bo'lsin, mehrli bo'lsin.
Baxtlı etmesin. Refa şarkı teyze kelin toylarını getiriyor. Ben ağzımda toylarla getirsin. Hanımlar kutlasın, farklı toyları. Kelin toylarına da getiriyor. Hemşe yine toyga kelgenler. Baxtlı, yigit boğay, akıllı, okumuşlu yigit boğay şeydi. Rahmat salamat bo'ling aytganingiz kelsin ilohim mana shu duolarning hammasi ijobat bo'lsin. Chechalari bormi? Chechalar chiqdimi? Ayoqqa chechalar qani? Keling mazza qilib o'ynaymiz. Chechalari bormi? Bo'ldimi? Hammasi aytdimi? Rahmat, mana shu davrada tilangan tilaklar, niyatlar, duolar hammasi Elyorbekka hamroh bo'lsin azizlar. Albatta bugun mana shu koshonaga qadam qo'ygan paytingizda ko'nglingizda nima yaxshi niyat, orzu istak o'tgan bo'lsa hammasi o'zingizga hamroh bo'lsin. Albatta kuy qo'shiqni sevadiganlarni yuragida o'ti borlarni shaxsan mana shu Elyorbekning o'zini ham davraga taklif qilamiz. Albatta mana shu iltimoslar tushyapti. Qurdosh qadrdon do'stlari bor ekan Gavhar opamizni qana taklif qilamiz. Keyin mazza qilib o'ynaymiz. Qani Gavhar opamizning qurdosh qadrdon do'stlari bugun quvonchiga, shodligiga sherik bo'lib mana shu Timur kafesiga yaxshi niyat, orzu istak bilan qadam qo'ygan qurdosh qadrdon do'stlari. Qani keling to'ylar bo'lamiz sana. Ilohim keyin bitta xudolarga qilamiz. Qurdosh qadrdon do'stlari kelsin. Farhod akamizga, Gavhar opamizga o'n bo'lsinlar aytib, bugun mana shu koshonaga eng yaxshi niyati bilan jam bo'lgan qurdosh qadrdon do'stlari taklif qilamiz. Sizlarni ham mana shu to'yga yetirsin. Keling. Evet, Farhodda Xudoyim shu bola baxtli bolalar uylantirgan to'ylarni deytirgan. Kelinlar vaqticha ko'rish qilasan. Qani opalarimiz yaqinroq kelamiz, bo'lmasa mana shu yigitlar yugurib o'tib avariya situatsiya o'tib qo'yadi mana shu yerda. Qani keling mana shu yerga, keling yaqinroq keling. Keling mana shu yerga. Farhod to'ylarimiz to'yg'alasin. Xudoyim shu bolamizni baxtli bola bo'lib, kelin to'ylarini da yetirib o'tirg'ay. Davlatli, mehrim shafqatli bola bo'lib yetishgan. Farhod aka davr chiqqan aqtan to'y qutlu olsun. Kelin to'ylarida da shitib o'tirg'aymiz. Balam ham amon sog' kelgay. Farhod davr aqtan yoshi uzun bo'lsin, kelin to'ylarida yetirsin. Farhod Gavhar shu balamizdan uzoq umr mening bergay. Baxtli, davlatli bola bo'lgan. Eliga xizmat etadigan elparvar. Kelin to'ylarida da shitib o'tirmak nasib etsin. Rahmat, salomat bo'ling. Davra aqlsi yoshi uzun bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Mana shu yaxshi niyatli insonlarning hammasining yaxshi niyatlari eng avvalambor o'ziga hamroh bo'lsin. Endi azizlar, kuy qo'shiqni sevadiganlarning yuragida o'ti borlarni bugun mana shu Elyorbekning mana shu bazmida o'ynab mazza qilamiz deganlarning hammasini davraga kuy qo'shiqga taklif qilamiz. Navbat esa Arturbekka beramiz. Marhamat.
Hoş
kandarım senden haber şu koy salam minnet salam beni sen aldıma baram güzel baram seni seni kullarım kullarım kaldı salam baram senden haber şu koy salam minnet salam beni sen aldıma baram güzel baram seni seni kullarım Maşallah
Salomat bo'ling. Sizlarni mana shu davrda mazza qilib o'ynayotgan Orturbekka katta rahmat aytamiz. Endi sizlar hamma joy-joyini egallab olsalar, mana shu kechamiz yana davom etadi. Albatta Elyorbekni mana shu mehmonlarning hammasi kirsin mana shu koshonaga. Qani mehmonjonlar, hammangizni taklif qilamiz. Kirib o'tirib oling, joylashib oling. Albatta hozir sizga ham sir, bizga ham sir, kimdan surpriz kelganini bilib olamiz. Faqat iltimos azizlar, hamma joy-joyini egallab olsin. Endi albatta Artur, mana shu kelib turamiz, bitta muzika bo'lsa-da, chiroyli sazlar bilan mana shu Turkiyada rizq nasibasini terib yurgan, har nafasida elim, yurtim, yaqinlari bilan sog'inib yashadigan Salomatning nomidan surpriz sovg'alarimiz bor ekan. Qani chiroyli so'zlar bilan taklif qilamiz. Qani surpriz sovg'alarimiz, qani marhamat. Surpriz sovg'alarni mana shu gap keling. Hamma o'tirib olsin, bo'lmasa hech kim ko'rolmay qoladi. Qani surpriz sovg'alarni olib kirasiz. Mana shu azim surpriz xizmatlari bugun sizning xizmatingizda. Qani olib keling sovg'alarning hammasini. Hozir mana shu sovg'alarni kim yuborganini bilib oldik, kimlarga ekanini. Hozir hammamiz tomosha qilib mana shu sovg'alarni qabul qilib olamiz. Albatta bugun sizlarning xizmatingizda azim surpriz xizmatlari. Mana shu yerda Moskvada rizq nasibasini terib yurgan, har nafasida el, yurt, yaqinlar, ota-ona sog'inchi bilan yashab yurgan Salomatning nomidan ekan. Surpriz sovg'alarimiz salomat bo'lsin. Mana shu oyoqimiz yiqilib ketmasdan tagida qolib qo'yasizlar. Qani shu joylashib oling, davrani sal kengroq olamiz. Endi mana shu Azimjondan albatta so'rab ko'ramiz. Mana shu surpriz sovg'alar kimlarga ekan? Faqat iltimos davrani sal kengroq olamiz. Qani Azimjon, tortni qo'yib turamiz mana shu yerga. Diqqat azizlar, menga bir boqib oling. Surpriz sovg'alar kimlarga ekan? Albatta mana shu surpriz sovg'alarimiz eng avval mana shu yerda ota-onasiga. Qani Salomatning ota-onasi, Farhod akamiz, Gavhar opamiz, siz uchun atalgan surpriz sovg'alarimiz bor. Keling, avval sizlar qabul qilasiz. Qani qizlar, kelinglar, ko'mak qilamiz ozgina. Surpriz sovg'alarni topshirib qo'ying. Azimjon, shoshilmay tur. Mana shu surpriz sovg'alarni qo'llarga berib qo'ying. Mana shu shokoladni mana shuga qo'ying. Shuga qo'ying. Albatta, endi ota-onasiga Salomatning yuborgan surpriz omonatlarini topshirib qo'yamiz. Yaqinlarni o'xshattiramiz, qarzinglar bo'lsin. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Mana shu farzandingiz ham sog' salomat kelib, elimizning yaxshigina diydorlashib o'tirishimiz qilsin. Endi shokoladli buketimiz bor. Albatta bu Elyorbekka bo'lsa kerak, ha? Elyorbekning qo'liga topshirib qo'yamiz. Elyorbek, shoshilmay Azimjon. Menga qara, Elyorbek, Elyor. Men bu yoqda mana shu sovg'ani senga kim yuborgan ekan? Dadam. Dadangni sog'indingmi? Ava. Kesinmi? Ava. O'zim aylanay sizlar sendan. Albatta ko'zlari milt-milt qilyapti, ko'rdingizmi? Mana shu dadasini rostdan ham sog'inibda. Ilohim salomat bo'lib kelib, har doim yashkilarda bosh qosh bo'lib tursin. Endi Farhod aka, surpriz sovg'a yoqdimi? Yoqdimi? Endi buning uchun nima bor ekan? Albatta sportivga ekan, ha. Sizni baquvvat, bardam baquvvat bo'lib yursin deb ertalabdan turib, mana shu qiz askari yugurib ananar ekan. Sizda onaxon sizga sovg'alar yoqdimi? Mana shu farzandingiz yuborgan sovg'asi. Rahmat, shoshilmay turing. Yana Elyorbekka sovg'alarimiz bor. Mana shu partani
qabul qilasiz. O'qishni yaxshi o'qishsin degan holda mana shu salomat, mana shu sovg'alarni yuboribdi. Qani Elyorbek o'tiramiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Musofir yurtlarda rizq nasibasidan terilgan mana shu dadangizning sovg'alarini yaxshi ko'rlarga buyursin. Endi yana portretimiz bor edi mana shu yerda. Azizlar, ogoh bo'ling, mana shu ulli oyoqimiz yiqilsa tagida qolib ketasa, shuning uchun bu yoqqa yurishib turasizlar. Hozir tagida qolib ketasizlar bo'lmasa. Qani portret sovg'alarimiz? Ruxsat beramiz. Qani, bu sovg'a kimga? Ota-onasigami? Oila a'zolariga ekan. Chiroyli so'z bo'lsin Orturbek bitta ota-ona haqida qo'shiq juda ham zo'r bo'lardi. Ota-onalarimiz haqida qo'shiq bo'lsa, mana shu salomatlik talablariga binoan to'yimda dadam o'ynasin yoki yana dada haqida qo'shiqlar bo'lsa. Voy, bu yana sovg'alar bor ekan, ha? Farhod aka, yana sovg'a bor ekan sizga. Yana bor ekan. Bolasigami? Mana shu nabirangizga yana sovg'a bor ekan, sizga emas. Albatta Elyorbekning qo'llariga taqib qo'yamiz. Yaqinlar o'xshab turamiz, xasakir bo'lsin. Qani Azimjon qo'llariga taqib qo'yamiz. Sovg'alar muborak bo'lsin, yaxshi kunlarga buyursin ilohim. Mana shu yigitning mana shu yil papka to'yda kelasi yili yana ham yaxshi kunlarda o'tish nasib qilsin. Yoqqan bo'lsa sovg'alar hammangizga tashakkur etamiz. Mana shu salomatga katta rahmat aytamiz ilohim. Elimizga sog' salomat kelsin. Mana shu qo'shiqlarimiz ota-onalar. Qani yaqinlar o'xshab turamiz. Salomatlik talablariga binoan olamda ikkingiz yagona mani dadajonim mani onajonim mani hali yonimda parvonim mani. Qani yaqinlar salomat bo'ling. Farhod aka, haqiqiy surpriz bo'ldimi deyman, ha? Mana shu ko'zingizdan oqqan yoshlar quvonch yoshi bo'lsin. Endi mana shu ota-onasi salomatni bir duo qilib qo'ysalar, keyin shirinlik to'qini kesib qo'yamiz. To'ylarni bermaydi. Aman sovg'aga shu davomni Elleri falan, öptü falan. Olaysan, bereket falan olaysan. Yaxshimi oğlum? Bıçağı sürme, yo'q olma bıçağı. Tortga sanma. Balam, ömrün uzak olsun. Qaramni ko'ramiz. Yaxshimi oğlum? Öptü balam. Elyorbek, doim Elyorbekni yaxshi uzun bo'lsin. Shunday yaxshi do'stlar hosil bo'lsin. Shu keyin to'ylarida o'tirmoq nasib etsin. Ayaqda yurgan salomatga ham rahmat. Sog' bo'lsin, topgan yaxshi kunlar nasib etsin. Devar Farhod muborak bo'lsin. Shunday yaxshi kunlarda o'tirmoq nasib etsin. Yaxshi uzun bo'lsin. Qara, Elyorbek sen bilan dema. Rahmat. Sağ ol. Tortlarni kesib. Elyorbek, mana shu rahmat kimga aytildi? Kimga aytding?
Menga qarab. Menga e'tibor ber. Rahmatni kimga aytding? Dadangami yoki seni avaylab boqib o'tirgan mana shu ota-onangami? Qani qarzak bo'lsana. Rahmat, salomat bo'ling. Ilohim omon bo'ling. Rahmat, ilohim aytganing kelsin. Endi Gavropa Farhod aka mana shunday binangizni qo'llaridan tutib mana shu shirlik tortini kesib qo'yamiz. Faqat iltimos shirlikni davraga olib chiqinglar. Olib chiqing davraga.